yo'llagan ashki video qaranglar, anda shu datasini o'ttirib Xitoylar akshini o'g'irlashtirib, bichar bolaning ro'yida qisınchilik bor. Ayol nisbatan normal turmush odatiga aylanib qolgan bir avval bor qarindoshlar. Endi mushaqarat, mushxo'rlik qarindoshlar, shu ayol, qiz bola hammamizning hamshirasi, hammamizning ochiqsanasi. Balkim biz o'zimizniki bilmaymiz qarindoshlar, bizdan uchramagan ekan. Shu qiz bolani yoki shu oilani o'zimizning oilasiga smol qilib o'ylab tushunib baqinglar, bu haqorat yeta qarindoshlar. Shu sukutning cheki bor. Taqdirga yo'llanishning cheki bor. Aziz vatandoshlar, qo'limizdan keladigan ishga urinaylik. Men shu vaqtda eng oddiy hammadan qila oladigan gapni deb kelyapman. Allohga shukr, naralda bo'ldi, azdir ko'pdir, lekin bizning beshimizga kelgan datalam xo'rliqqa loyiq ish qilamiz qarindoshlar. Bu bir reallik. Shunga aziz vatandoshlar, oddiy ko'mam shunday ishlarni qilib qo'yinglar. Ma'lum ta'siri bor, bir Xitoy ta'sir ko'rsatib qolsak, u bilib bilmay ijtimoiy torvaslar taqib yo bunda gapkin deb, hammasi Xitoyning siyosatini bilib turgan Xitoylar emas, bilmaydiganlarim bor. Bilmaylan ağzından çıkıp teşvik qo'yib qolsa, cho'qim bizga foydasi bor qarindoshlar. Bir Xitoyning yo 10 Xitoyning oz kirishi biz uchun tuhfa qarindoshlar. Shunga qo'limizdan keladi, yaqinlarga tavsiya qilib, balkim kompyuterda, telefonlarda jiq harakat qiladigan qarindoshlar bor. Uchur taqitish, fikr taqitish bugungi dunyoda qarindoshlar bek muhim. Buning qimmati favqulodda yuqori. Bazı Xitoylarni tillab, binazilgan Xitoylar bor. Karim bo'lmaydi, lekin men ishimni qilaverman qarindoshlar. Mushtoq sal qarmagan bo'lsanglar. Allohga emanet.